Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bitta narsani bo'lishmoqchiman. Kichkinagina narsa, lekin o'ylashimcha anchagina katta ahamiyatga ega dars o'tishimizda. Darsda o'quvchilar sizlar o'tiradi joylarda, kimlardir bilan o'tirgisi keladi. Ya'ni o'zini dugonasi, yaqin o'rtog'i, jigari birga o'tirgisi keladi. Har doim birga ko'chada ham birga yurishadi, tanaffuslarda ham, boshqa fanlarda ham. Va odatda bunaqa odam o'quvchida bitta yoki ikkita bo'ladi. Ba'zida qaysidir fanlardan guruhlarga bo'linib, ikkiga bo'linib o'tilgan paytda u dugonasi yoki u o'rtog'i bilan bitta guruhda bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun boshqa guruhdan ham bitta sherik topib oladi birga o'tirish uchun yoki balki joylar bo'lsa o'zi bitta o'zi o'tirishi mumkin. Mana shu narsani bilish ustoz uchun juda muhim deb o'ylayman va buni bilish nima kerak? Xo'p, mana shu birga yuradi ikkalasi o'rtoq. Xo'p, nima qilibdi? Qachonki o'quvchi siz gapingizni eshitmaslikni boshlaganda, shovqin qilishni boshlaganda, darsga ahamiyatsiz o'tirishni boshlaganda, uni mana shu imkoniyatdan mahrum qilish yo'li bilan bu narsani dan foydalansa bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha bola o'sha yerda o'tiribdi, yo'lda o'tiribdi, ikkalasi, o'sha ikkitasi o'tiribdi va bittasi gaplashib qolishdi yoki siz eshitmayapti boshqa. Aytasiz, stand up, bo'ldi, tur, o'rningdan bu yoqqa o'tsan, almash. Ikkitasini joyini almashtiraverasiz. Strict bo'lish kerak. Ya'ni, yo ustoz, bo'ldi, jim o'tiraman, bo'ldi, tushundim, yo boshqa shovqin qilmayman, bo'ldi, gaplashmaymiz boshqa, kechiring desa, ahamiyat anaqa eshitish kerak emas ularni. Ya'ni boshlanishiga shunaqa bildirish kerak, чтобы siz aytdingizmi bo'ladi. Ya'ni you are in charge, qilishingiz kerak, aytildimi qilish kerak u. Ya'ni shunaqa endi demokratiya yo'q. Olamiz o'quvchini va boshqa joyga o'tkazamiz. Va mana shu narsani his qilishini o'zi bizga u katta qurol. Ya'ni u biladi, o'zi birinchidan men o'ylayman ustoz, mana bu ingliz tili xonasi bo'lsa, ingliz tili xona bu meni xonam va yaxshi tarafi o'quvchilar bu yerga kirib keladi. O'shaning uchun ham ba'zida o'quvchilar shu poyiga haddan oshib ketsa, xonaga kirib o'yinlar o'ynab, to'polon qilishni boshlasa, hammasi xonadan chiqaraman-da, aytaman. Bu meni xonam, ingliz tili xonasi. Xonaga kirdingiz, o'sha qadam bosib kirdingiz, bo'ldi. Unuting boshqa narsalarni, ingliz tili. Endi bu so'raganingz bilan bo'lib qolmaydi, lekin har safar o'sha boyagi narsani eslatib ingliz tiliga kirdimi, bo'ldi. Bu ingliz tili ustoz xonasi, jim o'tiradi, tez o'tiradi, ingliz tili narsalarni olib kiradi, boshqa. Va o'sha boyagi aytganimdek, uni yaqin o'rtoqlarini va uni o'tirgisi keladigan odamlarni bilib olsangiz va o'shalar bilan birga o'tirgizish bularga mukofot bo'lishi mumkin. Yoki mana shu ayirib tashlash jazo bo'lishi mumkin. Va bu boyagi ball ayirish, ya'ni bizda ball tizimi bor. Ball ayirish, qattiq gapirish, so'kish, ularni nima anaqa jazolar bo'lsa, ulardan ko'ra ancha yaxshi ishlaydi. Va bu juda ham effektiv. O'zgartirasiz bo'ldi. Ya'ni bunga tushuntirib o'tish shart emas. Aytmaysiz, agar yana gapiradigan bo'lsang, mana shu o'rtog'ing bilan o'tira olmay qolasan, yomon bo'ladi. Faqat mana shu bola bilan o'tirgizib qo'yaman seni, bu qiz bilan o'tirgizib qo'yaman deb tushuntirib o'tirish shart emas. Bola avtomatik biladi o'zi, chunki unga aytmaysiz, buni mana sendan olib qo'yyapman, agar yaxshi o'tiradigan bo'lsang, keyin o'rtog'ing bilan o'tira olasan deb, agar juda ham kichik sinf bo'lmasa, ya'ni 1-sinf yoki 0-sinf bo'lmasa, 2-sinfdanoq bolalar o'zi tushunishni boshlaydi. Ya'ni men sinab ko'rganim 2-sinflarda bo'lgan o'zi voqea. Ikkita o'quvchi birga o'tiribdi, birga o'tirishni xohlayapti, lekin o'sha boya gaplashgani uchun, darsga ahamiyat bermayotgani uchun, boyaga chalg'ishayotgani uchun ularni olib, bittasini bu yoqqa, bittasini u yoqda bittasi qoladi, bittasini o'rnini almashtirishni o'zi bularga ogohlantirish ham bo'ladi va boyaga tartib o'zi orada o'ylayman ustoz incharjligini ko'rsatib turish kerak. Endi bu yana ham zamonaviy ta'limda siz bolalarga yumshoq bo'lib, aytganini qilib, boshqa qilib o'ynatib dars o'tasiz. Sizni ya'ni bo'ldi, xohlaganimizni qilarkanmiz deb o'ylab qolish kerak emas. Shuning uchun orada qattim turib, bo'ldi, sen o't bu yoqqa, sen bor, tur, chiqib ket. Orada qilib turish kerak. Endi bolalarni tashqariga chiqarib yuborish va bunagi jiddiylik haqida ham ozroq aytib o'tmoqchiman. Men nima qilaman? Bu ham har doim bo'lmaydi. Ya'ni siz faqat bitta oddiy narsa qilib qo'ysangiz, ikkita bola gaplashib o'tiribdi, bittasi sizni eshitmasdan narsa chizib o'tiribdi, shu turib, sen tur, o'rningdan bor, chiqib ket. Ko'zimga ko'rinma deb chiqarib olmaysiz. Ya'ni chiqarib olasiz, qo'lingizdan keladi. Unga shubham yo'q, lekin aytaylik maktab tizimi unaqa emas yoki
o'zi umuman u yaxshi narsa emas maktabda hammani oldida chiqarib yuborish. Ora-orada, ya'ni haddidan oshib ketadigan bo'lsa o'quvchi, bu darsni o'ziga yarasha hurmati bor, ilm olishga kelyapti bolalar. Va siz bu yoqda ustoz bo'lib ilm bermoqchisiz va u eshitmayapti, boshqa qilyapti yoki kulib baqir-chaqir qilib hammaga xalaqit beryapti. Mana shuni unga tushuntirish uchun, ya'ni unga gapirib, leksiya o'qib, yarim soat darsdan keyin olib qolib, u ham ishlaydi qaysidir darajada, lekin yaxshiroq bo'ladi prosta uni shu imkoniyatdan mahrum qilish. Boyaga aytganim, videoni boshida gaplashganimiz, unda shu imkoniyat borligini his qilish kerak. Ya'ni bu unga berilgan ne'matligini tushunish kerak. Emasam va inson sifatida biz ne'matni qachon qadriga yetamiz? Ne'matdan mahrum bo'lsak-da. O'shaning uchun ozroq qanaqa life hack, teaching hack, mana shu ne'matdan ularni olib qo'yamizda. Bo'ldi, bor chiqib ket darsni ko'rinma deymiz. Dars o'ta olmaydi. Ya'ni o'z-o'zidan tushunadi o'zi. Chiqib ket, ko'p o'quvchi ana o'qiladi, chiqib ketgisi kelmaydi. Yo ustoz bo'ldi, uzr tushundim deydi. Lekin haqiqatdan o'sha boyaga aytganimdek, o'sha boyaga siz jazoni bergan paytingizda, ya'ni aytib bo'ldingiz, shunaqa qilasan dedingiz. Bola uzr so'radi, ustoz kechiring, iltimos, boshqa nimadir yig'lab berdi. Siz agar kechiradigan bo'lsangiz, bu qolgan o'quvchilarga ham signal. Bo'ldi, biz ustozdan kechirim so'rasak yoki ozgina yig'lab beradigan bo'lsa, ustoz bo'ldi, qo'yaverar ekan, jazoni qo'llamas ekan degan signal bergan bo'lasiz. Ular ham shunaqa qilish boshlaydi. Va siz aytishingiz mumkin, yo'q, endi birinchi marta bo'lgani uchun qildim shuni, endi sallada unaqa emas, valla mani biluvding degan bo'lsangiz, keyin bu o'quvchilar o'rtasida norozilik uyg'otadi. Bular keyin aytishni boshlaydi. "Yo ustoz, unga qilib yuborganingiz, uni qilmagan edingiz-ku, uni kechirib yuborgan edingiz, bizani kechirmaysizmi? Nima, u bilan bizning nima farqimiz bor?" Boshqa. Xullas, ularning anaqa bahonalar ko'p. Eng qizig'i o'quvchilar ham ko'radi deb. Agar siz o'quvchi bo'lib ko'rayotgan bo'lsangiz, unaqa demang ustozingizga. Ustozingiz o'zi anaqa biladi hamma narsani. Siz bilmaysiz. Va mana shu narsani o'quvchiga ustozlar ko'rsatib qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Va boyagi darsdan chiqarib yuborish masalasida qachon jazo bo'ladi? Agar haqiqatan darsingiz qiziq, o'zi mana qiziq aktivitelar qilasiz, o'quvchilar darsga qiziqib kiradi va deylik o'rganganlar orasida test bo'ladi ya'ni darsdan chiqarib yuborilsa, yaxshi tushunmay qoladi, testda yaxshi yecha olmaydi. Boyaga konsekvenslar bor. Ya'ni oqibatlari yomonligini sezadi o'zi. Siz shunaqa bo'lsagina ishlaydi. Lekin o'zi darsingiz zerikarli, hamma chiqib ketgisi kelib, soatga qarab mana o'tiradi. Bo'lsa, endi bo'lib turadi. Menda ham bo'ladi. Men aytmayman, darslarim hammasi qiziq, bolalar poylab turadi, tanaffus bo'lsa ham chiqmasdan, "Yo'q, ustoz, yana 2 minut o'tiraylik" deb aytmaydi menga ham. Endi maktabda bolalar o'zi majburan keladiganlar ko'p. Ayniqsa xususiy maktabda ota-onalari shu pul to'lab majburan o'qitadi. O'quvchini qiladigan boshqa ishlari ham ko'pda, ya'ni boshqa fan yoki prosta tanaffus o'zi bizda 10 minut bo'lsa, mana shundan foydalanmoqchi keladi. Dars qachon tugarkan chiqsa ekan deb o'tiradi. Tanaffus o'ynaydi, qayergadir magazinga borish kerak, boshqa. Shular hisobiga ular tezroq chiqib kelishi ham mumkin. Umuman aytmoqchi bo'lganim, xullas darslaringiz o'zi shunaqa ham zerikarli, umuman bolani o'tirgisi kelmasdan turgan bo'lsa va siz uni chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, naborot qolganlar ham shovqin qilib chiqib ketishni xohlaydi. Ya'ni jazo bo'lmay qoladi, unda mukofot bo'lib qoladi. Shuni hisobga olib qo'yish kerak. Menimcha bugunga shular. Mana shunaqa YouTube kanal obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Teaching haqida va men o'zim har xil keyslardan, sinfdagi keyslar, o'zim mana shu maktabdagi balki keyslarni bir aytib, nimadir agar o'rganganlarim bo'lsa, o'z teaching boshlaganimga juda ko'p bo'lgani yo'q. 5 yilcha bo'ldi. Orada 6 yil bo'lyapti. Endi orada 1 yil marketingda ishlaganman. O'shaning uchun oxirgi 2 yil xususiy maktabda yosh bolalarga va o'rta sinflarga dars berayotgan inson sifatida va xalqaro CELTA sertifikati bor va Teaching Young Learners kursini ham o'qigan teacher sifatida balki nimadirlar o'rgangan bo'lsam va qo'llab ko'rayotganlarim, o'xshayotganlari mana shu narsalarni ulashib borishni niyat qildim. Agar foydali bo'ladigan bo'lsa sizga va siz ham yangi o'qituvchi bo'lsangiz, balki tajribali o'qituvchidirsiz, siz eshitmagan nimadir, ya'ni siz qo'llamayotgan nimadir texnikalar yoki maslahatlar, nimadir tiplar bo'lib qolsa, balki o'rganib olarsiz. Hello.